Assalamu alaikum hürmetli televizyon köyküçüler. Uygur televiziyasının gündelik haberlerini görüşünden karşılamız. Aldı bilen haberlerimizden muhim mazmunlarını tanıştırırız. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Ceneva'daki baş ştabı aldıda keng ko'lamlik namoyish o'tkazildi. Amerika Şarkı Türkistan'daki Xitoy amaldorlarini jazolash tadbirlarining tayyor bo'lganligidan signal bermoqda. Rabia Qadir xonim 20 davlat yig'inida Yaponiyada ziyoratda bo'ladi. Avustraliyada o'tkazilgan xalqaro bolalar festivaliga Uyg'ur bolalar qatnashdi. Tövende diqqatli xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. Uyg'urlar Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Ceneva'daki baş ştab aldıda 24 iyun yani bugün o'tkazilgan keng ko'lamlik namoyishga ishtirok qildi. Hamda 7 ayning 5 kuni butun dunyodagi Uyg'urlarga 5 iyul Urumchi qirg'inchiligining 10 yilligini xotirlash munosabati bilan zo'r ko'lamlik namoyish va xotirlash faoliyati o'tkazishga chaqiriq qildi. To'lqin Iso apandi yana Erkin Tuniyazning Uyg'urlarga vakolatan Birleşken Devletler Teşkilatı so'zga chiqib, Xitoyning jazo lagerlari siyosatini aqlishining dunyo jamoatini qaymoqtirganligini hamda xalqaro yomon ta'sirlar paydo qilganligini ilgari surgan. Shuning bilan bir vaqtda 2019-yil 23-iyun kuni Ko'lga yordam birligining uyushtirishi bilan Sharq Turkiston informatsion markazida siyosiy mahbuslarga qaratilgan zulm va qiyin qistoqlar haqida to'xtalib, ularga erkinlik berilsin degan temada yig'in o'tkazildi. Yig'inda Ko'lga yordam birligining raisi Javid Japarli apandi navbatda Ozarbayjonda tutilib turayotgan kishilik huquq faoliyatchisi Abulfaz Buyidoyning ham shundaqla turmalarda qiyin qistoqni boshdan kechirayotgan 100 dan ortiq siyosiy mahbusga erkinlik talab qilish uchun bir yag'ijam bo'ldik. Bu bizning navbatdagi jiddiy vazifamiz deb ifoda bildirdi. Orqadilla Abdujalil Qarqash apandi mundaq dedi: "Bugungi dunyo siyosiy vaziyati turk tilli davlat va millatlar Rossiya va Xitoy hukumatining ziyonkashligiga uchrab kelmoqda. Biz turk tilli millatlarning birlik ittifoqligiga shu qadar tashna bo'ldik. Türk tilli alla bir-birining dardiga yetib, bir-birini himoya qilishimiz va bir-biriga yordamda bo'lish orqali bu qiyin o'tganlardan o'tishga tirishishimiz lozim." Amerika hukumati yaqinda Sharq Turkistondagi jazo lagerlari va boshqa kishilik huquq dafsandichiliklarining yurgizilishida asosiy rol o'ynagan Xitoy amaldorlarini jazolash tadbirlarining tayyor bo'lganligidan bishorat bermoqda. Janubiy Xitoy etganlik pochtasi gazetining 20-iyundagi xabarida mazkur jazolash tadbirlari yer shari magnitskiy qonuniga asosan tuzib chiqilgan bo'lib, Amerikaning hukumat qatlamidagi nurg'un organlar buning tafsiloti va zaruriyati ustida o'rtaq fikr kelib bo'lgan ekan. Beijing doiralarining Sharq Turkistondagi 3 milliondan ortiq Uyg'ur va boshqa musulmon millatlarni jazo lagerlariga qamishi va rayondagi siyosiy meng'uyush harakati xalqaro kuchli noroziliklarni paydo qilib kelayotgan edi. Shu munosabat bilan Amerika Tashqi ishlar ministrligi bu yil 5-mayda Amerikadagi Uyg'ur tashkilotlar bilan aloqalashib, ulardan Uyg'ur diyoridagi kishilik huquq dafsandichiligi asosli mas'uliyati bor Xitoy amaldorlarini yer shari magnitskiy qonuni bo'yicha jazolash talabini qo'llash haqidagi dalil isbotlarini yo'llashini talab qilgan. Shundaqla Amerika Kengash palatasining tashqi munosabatlar komitetida ma'qullikdan o'tgan Uyg'ur kishilik huquq qonun loyihasidami yuqorqi mazmunlar o'z ichiga olingan edi. Erkin Asiya radiosi xabarida Yaponiya Xitoyning qattiq qarshi turishiga qaramay, Uyg'ur rahbari Rabia Qadir xonimga viza berib, uning kelar hafta Yaponiyada o'tkaziladigan 20 davlat boshliqlarining yig'ini jarayonida siyosiy faoliyatlarga qatnashishga yo'l qo'ygan. Yaponiya Kyoto agentligining xabar qilishicha, Rabia xonimning Yaponiyadagi qo'llovchilari uning viza berilganligini bildirgan. 20 davlat boshliqlarining yig'ini 28 va 29 iyun kunlari Yaponiyaning Osaka shahrida o'tkaziladi. Yig'inga Amerika prezidenti Trump, Xitoy raisi Xi Jinping, Türkiye prezidenti Erdoğan'ı o'z ichiga olgan dunyodagi iqtisodiy eng kuchli 20 davlatning rahbari qatnashadi. Kyoto agentligining xabarida navbatda Erkin Hind-Tinch okean ittifoqi nomli birlashma tashkilotining rahbarlik vazifasini o'tayotgan Rabia Qadir xonimning Yaponiyada Xitoyning kishilik huquq dafsandichiligiga qarshi bir qator faoliyatlarni planlaganligi, uning ziyorati Xitoy raisi Xi Jinpingning Osakaga kelishi bilan bir mezgilga to'g'ri kelganligini bildirgan. Xabarda yana Yaponiya hukumat manbalari Rabia Qadirning 7-iyun kuni viza iltimos qilganligi, uning Yaponiyada 10 qatimdan ortiq ziyorati bo'lganligi, uning viza bermasligining hech qanday qonun sabab yo'qligi ko'z tutilib, uning vizasining chorshanba kuni berilganligini bildirgan. Lekin uning qo'llovchilarining Kyoto agentligiga bildirishicha, uning bu qatim viza olishiga uzunroq vaqt ketgan ekan. Hukumat uchur manbalarining Kyoto agentligiga bergan uchuriga qaraganda, Xitoy taraf o'tgan yili 12-oyda Tokiodan Xi Jinping Yaponiyani ziyorat qilganda Rabia Qadirning Yaponiyaga kirishini muvofiq bir talab qilishini talab qilgan. Bu talabni Xitoy davlat bexatarlik ministrligi bevosita Yaponiya bosh ministri Shinzo Abening ishxonasiga yetkazgan ekan. 16-iyun Avustraliyaning Victoria shtati Melbourne shahrining Xoddil ko'chasidagi Collingwood zalida xalqaro bolalar festivali o'tkazilgan bo'lib, faoliyatga Melbourne shahridagi Uyg'ur tili maktabining o'quvchilari taklif bilan qatnashdi.
Melbourne Uyg'ur tili maktabining o'qituvchisi Asiya xonimning bildirishicha, 2019 yili 16 iyul kuni Viktoriyada cho'ng tipdagi san'at kechalik o'tkazilganligi, Uyg'ur tili maktabining o'qituvchi va o'quvchilari bu faoliyatga taklif bilan qatnashganligi, bolalarimiz mashrab usulini o'rindab, zaldagi 500 dan ortiq tomoshabinlarning hayajonlanganidan o'rnidan turib olqishlab ketganligini aytdi. Hamda tomoshabinlar naqsh usulinglar nihoyat esil ekan. Sizlar qaysi millat deb so'rag'inida o'zimizning Uyg'ur millati ekanligimizni, o'zimizning tili va parlaq madaniyatimiz borligini, afsuski bugungi kunda tilimiz va madaniyatimizning Xitoy hukumatı tomonidan yo'qotilishga boshlaganligini so'zlab, ularni ahvolimizdan xabardor qildik. Bundan keyin mushundaq faoliyatlar orqali millatimizning madaniyatini namoyon qilish bilan birga yerlik xalqlarga o'zimizni to'ntishga texmo ahamiyat berishni o'ylashyapmiz degan. Mazkur faoliyatning tashkillovchisi Melbourndagi Turk jamiyatining raisi Umid Afandi bu festivalning tarixi haqida to'xtalib, Xalqaro bolalar festivali 2002 yil Melbourndagi Turk jamiyati tomonidan ta'sis qilingan bo'lib, asosan bolalarning san'at nomerlari asos qilinganligi. Mazkur festivalga Avstraliyadagi Silvaniyaliklar, Panjabilar, Polshaliklar, Makedoniyaliklar, Indoneziyaliklar, Turklar va Uyg'urlar bo'lib jami 14 guruh qatnashganligi. Viktoriya Uyg'ur maktab faoliyatiga tunji qatim qatnashibla, tomoshabinlarning qizg'in olqishiga erishganligini so'zlab, festivalning tashkillovchisi bo'lish sifati bilan Viktoriya Uyg'ur maktabini kelar qatimliq va kelgusidagi barliq festivalimizga taklif qilishni o'ylashganligini bildirdi. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.